Diqqat, tezkor xabar. 1-iyuldan O'zbekiston qonunchiligiga nimalar o'zgaradi? Pensiya va nafaqa miqdorlari, shuningdek, bolalar nafaqasi hamda kam ta'minlangan oilalarga ajratiladigan moddiy yordam 10% ga oshiriladi. Shu bilan birga quyidagilar belgilandi. Yosh bo'yicha pensiya eng kam miqdori oyiga 918 ming so'm. Nogironlik bo'yicha pensiyaning eng kam miqdori oyiga 1,12 million so'm. Kam ta'minlangan oilalarga bolalarga nafaqasi oyiga 3 yoshgacha bo'lgan har bir kichik farzand 360 ming so'm. 3 yoshdan 18 yoshgacha bo'lgan har bir bola uchun 275 ming so'm. Ikkinchi bola uchun qo'shimcha 165 ming so'm. Uchinchi va undan keyingi har bir bola uchun 110 ming so'm. 3 yoshgacha bo'lgan har bir kichik bola uchun 360 ming so'm. 3 yoshdan 18 yoshgacha bo'lgan har bir bola uchun 270 ming so'm. Ikkinchi bola uchun qo'shimcha 160 ming so'm. Uchinchi va undan keyingi har bir bola uchun 110 ming so'm. Kam ta'minlangan oilalarga moddiy yordam oyiga 420 ming so'm. Pensiya hisoblashning bazaviy miqdori oyiga 471 ming so'm.